Bugungi videoda Omonxon va Ayzen bilan birgalikda Minecraft'dagi klonni chaqiramiz. Ungacha siz kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'ying. Kanalda boshladik. Ha, barchaga ham kim olding? Prinsessa, sen borib tez ana yoqdan narsalarni olib bu yoqqa qo'y. Aha, hozir olaman. Keyin barchaga assalomu alaykum. Ayzen, siz kola ichmaysiz shunaqami? Ha, men kolani yomon ko'raman, fan topki. Voy, afsuski, bizda faqat kola bor, fan topamiz. Minecraftda modida ham fanta yo'q-da. Mayli, hozir Omonxon sizga va bu yerda o'zimga qo'yaman va pizza yeymizmi, guys? Ha, pizzani ham qo'yib qo'yaver shu yoqqa. Aha, okey. Men bu hot dogni ham qo'yamiz. Jin urgur, men bu pizzani deb boshqa narsalarga joy yetmayapti. Mana buni olib tashlaymiz-da. Sizga bittani, sizga Omonxon bittani qo'yamiz va non, ana bu yerda non ham sig'di. O'zimizga bitta kola qo'yamiz. O'yin bormi sizda, bir fikr bormi? Bir zerikib ketdi-yu-da, tashaga kelibman. Mana videolarim obunachilarim bilsa kerak, ya'ni men Darknetdan klovn chaqiraman. Давайте bolalar, Ayzen, prinsessa Darknetdan klovn chaqiramiz va qochamiz. Bo'ladimi? To'g'ri keladimi sizlarga? Bo'ldi, gap yo'q. Prinsessa, qo'rqmaysanmi sen? Yo'q, men nimadan qo'rqaman? Sizlar qo'rqmasanglar, men qo'rqmayman, ishoninglar. Yegan narsalarimizni tozalab keldim. Tayyormisizlar? Chaqiramizmi? Ha, bo'ldi. Seni kutib o'tir shu yoqqa. Okey, agarda menga bir nima bo'ladigan bo'lsa, o'zingizlar javob berasizlar. Tushundinglarmi? Men qo'rqaman o'zi, to'g'risi. Prosta chaqirish uchun sizlarga hazillashib qo'rqmayman degandim. Qani ketdi, unda kiraylik Darknetga. Давайте mana shu birinchi turgan Zgapping mavjugani chaqiramiz, bo'ladimi? Bo'ldi, gap yo'q. Eng arzonini chaqirdingiz, ammo o'zingiz to'laysiz lekin babi. Bo'ldi, gap yo'q. Arzon ekan, o'zim to'layman. Ha. O'yinga tayyorlaninglar. Jinurson, bizani uyimizda svet yo'q edi, mashal bor edi. Mashallarni ham olib ketdim, u klon degani. Ham mayli, qo'rqmaymiz. Korrochi, hech nima yo'q. Hozir hamma joylarni tekshirib, yopib chiqishimiz kerak. Turinglar, nima ko'slar? Qo'rqmay, u senga ziyon bermaydi. Obunachilar, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz tezda bu kanalimizda 3000 ta bo'lishimiz kerak va bu videoda 1000 ta like qiladigan bo'lsa, ikkinchi qism chiqadi, guys. Men bu eshikni yopishimiz kerak. Jinurson yomg'ir ham yog'vordi. Bizga tegmagani bilan baribir qo'rqitadi. Men Omonxon sizni videoyingizlarni ko'rganman. Men buni endi tushundim nimaga qo'yib qo'yganini. Sababi bu yerda faqat dachaga anaqalar keladi va men o'zim bilan bu оружие emas, endi pistolet olgandim va buni bu yerga va buni bu yerga qo'yamiz. Agarda jay qo'rqadigan bo'lsak, men bu jalyuzilarni bu yerga yopishtirib qistiramiz. Omonxon, u klon deganing o'zi svetni o'chiradi, kelishni biladimi? Unaqa men Jinurson, bo'li turinglar, men bunda keldi. Yo, basharasini suvligini qaranglar buni. Obunachilar oyoq qo'lim qaltirab ketyapti. Men bu ketdimi? Yo'q, oynaning oldiga keldi, kirish ko'rinyapti. Yo xudoyim, nimaga chaqirdik o'zi? Omonxon, nimaga chaqirdik? Buni turishini qarang. Basharasini og'zini kattaligiga qarang. Jinurson, Omonxon ketdimi? Lekin bizda ko'proq kelardi, ya'ni 5-6 marta. Xo'p, mayli chiqmang. 10 marta kelsa ham nimaga eshikni ochasiz? Hozir bizda hamma joylarni tekshirishimiz kerak. Ya'ni oynalar yopilganmi, eshiklar yopilganmi, balobatlar qattiq teshik bo'lsa, shu yo'llarni yopib tashlashimiz kerak. Серьезно, lekin bo'ldi, men вообще ham qo'rqyapman, ishoninglar. Hazil emas. Ketdik, unda hamma yo'llarni yopamiz, bog' tarafni ham. Garajni ham yopish kerak. Xudoyim, Jinurson, yana keldimi bu? Yana keldi. Aniq bizani oldimizga kirishga urinyapti bu. Bo'ldi, Ayzen eshikni yopasizmi? Ha, haligi narigi eshikni ham yopish kerak, bo'lmasa u yoqdan kirib oladi. Buncha qo'rqasizlar, bu hech kimga zarar tekkizmaydi, faqat yana qo'rqizadi. Sababi bu Darknet o'ldirish degan narsani zakaz qilmadim men. Yo'q, baribir odamda qo'rquv degan narsa bo'ladi. Bo'ldi, eshikni yopib qo'ygan bo'lsangiz bo'ldi. Hozir men ichkariga kiraman, qarab turinglar. Hamma kommentariyaga Omonxon legenda, Omonxon qo'rqmaydi deb yozsin. Ha. Jinnimisiz, rostdan ham kirmoqchimisiz? Yo'q bo'lib qoldimi? Jinurson yo'q bo'lib qoldi. Videoni orqaga qaytarib ko'ringlar, men ichkariga kirdim. Omonxon, Ayzen, biz hamma joylarni yopib qo'yishimiz kerak. Серьезно, lekin men вообще qo'rqyapman hozir. Bizga ziyon yetkazib qo'ysa, men nima qilaman keyin? Yo'q, men sizlar nima qilasizlar? Agarda menga ziyon yetkazib qo'yadigan bo'lsa,
Jinursu вообще yuragim shunaqa qaltirab ketyapti. Jinursu uzr. Xudoga shukr, to'y ham o'tyapti. Yo xudoyim, yana kel. Bo'ldi, bular kelaga qaraylamanmidi, yana kel. Qochinglar, hamma qochsin. Jenursin, endi bizlarni yonimizga aniq kirdi, sababi u yerda eshik yo'q edi. Xudoyim. Mama, Jinursu. Qochinglar. Mamanda keldi. Yo xudoyim. Orqamizdan qulayaptimi bu? Tez ichkariga kirishimiz kerak. Eshikni yopishimiz. Bo'ldi. U boshqa tarafga ketib qoldi. Jinursun, bizning orqamizda kelmayapti, Xudoga shukr. Endi nima qilasizlar? Bu yo'qqa. Hozir aylanib bu yoqqa keladi. Bu xonaga kirish kerak. Ha, bo'ldi unda. Jinursun, eshikni nima yopasizlar? Bo'ldi. Jinursun, kivyapti-yu bu yoqqa jinni. Men qayerdan bilibman? Eng qisqasi hamma taraf ochiq turibdi. Agarda shu yo'ldan kirib ketadigan bo'lsa, qo'limizga boyma, eshikni ochib qo'yaman, sral chiqdim. Jinursun, kivyaptimi? Yo xudoyim. Bo'ldi. Orqasidan borasizmi, omoxon? Ha, ko'ramizda nima bo'lar ekan. Men bormayman вообще, o'zimga anaqa tilagim yo'q. Mayli, siz qovuring. Jinursun, katta yo'qolib qoldi bu. Omoxon katta u. Bilmayman, yo'qolib qoldi o'zidan o'zi Jinursun. Bo'pti, men yuqorida bo'laman, вообще-то. Eshikni nimaga yopasiz, omoxon? Havo o'zi sovib ketdi-ya. Tez mana burada tursak, anaqa bo'lardi, sinib olardik. Keyin sirazi suvga tushamiz. Ayzenkani. Jinursun. Omoxon, qarang. Klon Ayzenni olib ketyapti. Bo'ldi, iltimos meni qutqaringlar. Klovon Jinursun meni qatqab ketyapsan. Omoxon, tezroq keling. Ha, hozir boryapman. Ayzenkani. Klovunkani, Ayzenkani. Qayerga yopib qolishdi, Jinursun? Xavotirlanma, ular обязательно klovon olib keladi. Umuman hech nima qilmaydi Ayzenga. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosinglar. Biz tez 3000 ta bo'lishimiz kerak va mana shu videoni tagida 1000 ta like yig'ilsa, keyingi qism chiqadi. Ha, shunday, kanalga obuna, videoga like bosinglar. Bu videoni tagida 1000 ta like yig'iladigan bo'lsa, Dark Knight ikkinchi qism videosi chiqadi. Kanal let's go! Nima bo'lsa ham Ayzenni olib kelish kerak, klovon degani. Omoxon, qarang, orqangizda klovon turibdi. Omoxon, qoching, Jinursun. Yana bir marta bizni bezovta qiladigan bo'lsanglar, qaytib Ayzenni qaytarib bermaymiz. Ketdi. Yo xudoyim, Jinursun. Ayzen, yaxshimisiz? Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Qaytib bu klon deganlarini qaytarmaymiz, bo'lmasa menga o'xshagan balo bo'ldi. Meni yana olib ketar ekan-ku. Shundan qo'rqasanmi? Hali bu videolarni ko'p bo'lamiz, xudo xolasa. Umuman senga hech nima qilmaydi, gapimga javob. Kech bo'lgandi. Jinursun orqangizda. Ayzen, omoxon, qarang, orqangizda turibdi. Men senga Jinursun jonimga tegib ketdiysan. Jinni prinsessa, ahmoq, nimaga unaqa qilding? Lekin shu ishing juda ham xato bo'ldi, ishon. Klonlarni ko'p tanishlari bo'ladi, ya'ni klonlarni juda ham ko'p klon tanishlari bo'ladi. Endi u sana aniq keladi, seni yoningga uni tanishlari. Omoxon, ishoning, menga vashshe kuzulmas, jonimga tegib ketdi. Bir Ayzenni olib qochib ketadimi, bir dam o'tganimizda chiqadimi, bir oynadan keladimi, bir Jinursun, ishoning, jonimga tegib ketdi. Kesin. Jinursun, Ayzen, omoxon, sizmi sizlar? Yo'q, do'yim. Nima? Jinursun, o kam tugabdi. Yo'q, do'yim, nima xohlaysizlar mendan? Hali bu boshlanishi, sen hali javob berasan bizni sheriklarimizni o'ldirganing uchun.